Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Xabar kanalımızga hoş geldinglar. Bugün 7 ayının 8 günü. Bugün ettigen Amerika hükümeti insanlarni intayin hoş kıldığan iki işni bize keltiripti. Amerika hükümetinin baş katibi Pompeo efendi video arkalık bayanat e'lon qilib, Xitoy hükümeti bo'lsa inson huquqini davomliq depsende qilib, Hong Kongning oliy avtonomiya huquqini berbat qilib kelmoqda. Lekin biz Amerika hükümeti Hong Kongning burunqidekla erkinlik holatini qarshi olamiz. Agar bundoq bo'lmaydi ekan, biz Xitoy hokimiyatining javobgarligini surishti qilamiz debdi. Bu yerda Pompeo efendimi Hong Kongning bundan keyin erkinlik bo'lmaydigan holatini ko'rib, ikkinchi Qrimga o'xshab qolganligini his qildi. Shunlashqa endi Amerika hukumati besimni qadam bosqich bilan kuchaytirib, Xitoy hokimiyatidan javobgarlikni so'raydigan vaqt yetib keldi. Shundaqdimi Hong Kongning demokratiyaga intilgan kuchni saqlab qolib, Tayvanning ikkinchi Hong Kong bo'lib qolishining oldini oladi ekan. Yana bir jihatdan Xitoy hokimiyatini javobgarlikka tortish uchun texmi cho'ng jazo tadbirlarini yurgizib, Xitoy hokimiyatining Hong Kongga yurgizgan jinoyat ishlari ustida javobgarlikka tortilgan. Kuzatuvchilarning deyishicha, prezident Trump hukumatining degan gapi bilan qilgan ishi birdek bo'lishini umid qiladi ekan. Yaqindan buyon Güldürba, yağmur yo'q ishlar xeli ko'p bo'lib qopti. Bo'libmi Uyg'ur xalqining umid orzusi Amerika hukumati va Pompeo efendimlarning Xitoy hukumatiga qarta qaqshatqush amaliy tadbir qo'llanib, Xitoy hokimiyatining zo'r badal to'lashini umid qiladi. Amerika hukumatining ikkinchi chiqargan bir xo'sh xabar bo'lsa, Amerika hukumatining iqtisodiy taraqqiyot bo'limining sekretari Keith G. Krach normalda Krach efendim deb ataydı ekan. Amerika hukumatining iqtisodiy taraqqiyot ishlariga mas'ul sekretari Krach efendim Amerikaning savdo sohasiga qaratib bir parcha xat yozibdi. Bu xatning mazmunida Amerika savdo sohasi guruhlari o'zlarining eksport-import savdo mahsulot ishlarida atalmış Şinjan'daki Uygurlarni eksploatatsiya qilayotgan kishilarga chetilamdi yo'q. Yani Xitoydan import qilingan mahsulotlar Uyg'urlarning inson huquqiga tajovuzchilik qilayotgan ishlarga chetilamdi yo'q degan asosda keng ko'lamda tekshirib chiqishini talab qildi. Agar Amerika savdogarlarining ilib setayotgan mahsulotlari Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilayotgan, Uyg'urlarni eksploatatsiya qilayotgan ishlarga chetishliqli bo'lib qolsa, Amerika savdogarlarining bu savdodan darhol qo'lni uzib rad qilishini talab qiladi ekan. Ya'ni bu xatda eskartishicha, navbatda Uyg'urlar tarixda ko'rilmagan mislsiz inson huquq dafsandichilik fojiasiga yo'l qo'yibdi. Bo'libmi Uyg'urlarni keng ko'lamdagi lagerlarga solib olib, Uyg'urlarni, qozoqlarni, qirg'izlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilyotdi. Hamda Uyg'urlarning diniy e'tiqodini yo'qotmoqchi, Uyg'urlarning madaniyatini yo'qotmoqchi, Uyg'urlarning har xil urf-odat va borlig'ini yo'qotmoqchi. Shunlashqa Amerika savdo korxon shirkatlari bu masalaga jiddiy qarash, agar atalmış Şinjanning qurilish taraqqiyotiga chetishliq mahsulotlarni yasash, setish shu rayonda lagerlarning yaslab qilishiga, bo'libmi Amerika savdogarlarining mahsulotlarida Uyg'urlarning emgak kuchi va moddiy kuchi bor yo'qligini jiddiy aniqlab va bu ishga chetishliq mahsulotlarni darhol rad qilib, shirkatlar o'zini pok tutishni talab qiladi ekan. Talabda Amerika shirkatlari foyda inishlilar o'ylamasdan ijtimoiy mas'uliyatlarni ustiga ilish kerak ekan. Shirkatlar ijtimoiy munosabatlarni ustiga ilish Amerika davlat bexatarlik ishlariga munosabatlik ekan. Shunga Amerika shirkatlari Uyg'urlarni eksploatatsiya qilayotgan va Uyg'urlarga chetildigan har qanday savdo tijoratdan qo'lni cho'qim uzish kerak ekan. Mana shunday qilganda qonunning jazosidan saqlanadi ekan. Savdoning xatardan qutulib qoladi ekan. Shunga Amerika hukumatining e'lon qilgan bu xati intayin muhim ekan. Demak, yillardan beri Amerikaning nurg'un shirkatlari atalmış Şinjanning nurg'un savdo ishlariga chetilgan. Xitoyning Uyg'urlarning inson huquqini dafsanda qiladigan, Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik ilib boradigan shirkatlarga chetilgan. Bundan boshqa Xitoy hokimiyati Xitoy davlatida o'z xalqini eksploatatsiya qiladigan savdo ishlariga chetilgan degan gap. Bo'libmi Amerika davlatining mablag' sog'uvchi shirkatlari
Uyg'ur kishilik huquqini dafsanda qildigan Xitoy shirkatlariga mablag' solgan. Nurg'unlagan Amerika shirkatlari bilib bilmasdan Uyg'urlarni ekspluatatsiya qiladigan ishlarga chetilib qolgan. Bu qitim Amerika hukumatı Amerika şirketlerini alayda eskertib, bulupmu insan hukukunu depsende qiladigan ishlarga chetilib qolmasligini, bulupmu Uyg'urlarning kishilik hukukunu depsende qiladigan, ekspluatatsiya qiladigan, Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qiladigan ishlarga chetilib qolmasligini alayda eskertibdi. Xatning talabida atalmış Şinjanlı bo'lib qolmasdan, undan boshqa Hong Kong va Xitoyning har qaysi joylaridagi inson huquqiga tajovuz qildigan ishlarni eskartibdi. Amerikaning xalqi, Amerikaning shirkatlari bu masala to'g'risida astoydil o'ylashini talab qildi. Yana bir xush xabar bo'lsa, Amerika davlati, Yaponiya davlati, Avstraliya davlati, 3 davlatning davlat mudofaa ministrlari sin yig'ini ochgan, ya'ni ekran yig'ini ochgan. Yig'indan keyin 3 davlat mudofaa ministrlari birlikte qo'shma bayonot e'lon qilgan. Qo'shma bayonotda Xitoy hokimiyati Hong Kongda, Janubiy dengizda, Sharqiy dengizda kengaymichilik ilib bordi deb ayiblagan. Bo'libmi Xitoy hukumatı bu dengiz tavalligida boshqa davlatlarning parxodlariga bearamchilik ko'rsatib, shu dengiz atrofidagi qo'shni davlatlarning egilik huquqiga va davlat bexatarligiga ta'sir yetkazgan. Bo'libmi yaqindan buyon Xitoy hokimiyatining nurg'unlagan harakatlari Hindi Tinch okeanining muqimligiga ta'sir ko'rsatib, bu rayondagi davlatlarning davlat bexatarligiga ta'sir yetkazgan. 3 davlatning davlat mudofaa ministrlarining birlikda e'lon qilgan qo'shma bayonotlaridan Xitoy hokimiyatining kengaymichiligi Hong Kongda, Janubiy dengizda, Sharqiy dengizda, bu dengizning atrofidagi davlatlarning bexatarligiga va davlat amonligiga og'ir tahdid paydo qilayotganligi ko'rilib turibdi. 3 davlatning davlat mudofaa ministrlarining qo'shma bayonoti xalqaroda muhim bir ahamiyatga ega bo'lib, Xitoy hokimiyatiga og'ir besim paydo qildi. Bundaq aytganda 3 davlatning davlat mudofaa ministrlari bayonot e'lon qildi degan gap Xitoy hokimiyatiga zo'r besim paydo qildi degan gap. Qisqacha xabarimiz tugidi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglarga ko'pdan ko'p rahmat.